kelajagida ham afsuslansam kerak. Sevib qo'yganim xato hisoblanadi. Э, Yana bitta savol. Давай. Честно же будешь, да? To'g'risini aytasan-ku. Ha, to'g'risini. Kimni sevgan, kimni до такой степени san вот реально yaxshi ko'rib qo'ygansan, sevgansan, что до сих пор bugungi kuninggacha shuni eslaysan. Eslab yuribsan. Hozir. Gul deydi. Hozirgacha. Voy, bilat, yomon nozik joyimni urdi. Yopdi voy. Et puis, Nozik gul joyim. beradi. Nozik joyimni urdi. Faqat rostini. Yolg'on palg'on emas. Да. Yana gul, baradaro gul. Birinchi yaxshi ko'rganman bitta qiz 2019-yilda. O'sha qiz hozirgacha ham eslamayman. Ну, kim u? Biz TikTokda chiqmaydi. O'zim mahallam, o'zim tomon. Hozirgacha eslamayman. Esimda tushadi. 7 yil, 8 yil bo'ldi ham eslayman. 18-19-yilda tanishdik. Qattiq sevganman, birinchi sevgi bo'lganda. Endi yana bitta savol. Nimaga birga bo'lmadilaring? Nima bo'ldi? Tushuntirib berib. Sen faqat birga bo'lishdan bo'lmagan, faqat zaif nuqtadan urasan-da. Men endi gapir, endi men agar mendan so'rasang, men aytaman, честно. Yaxshi ko'rganman. Endi o'ylasam, avvalam yetishmovchiligim bo'lmagan, uning uchun kambag'alroq bo'lganman. Bunday. Muammo pul bo'lgan xullas. Mendan boyroq bola bilan yurib ketdim. U ну типа uni ota-onasi majbur qildi shu narsaga yoki o'zi? O'zi. No sen baribir yaxshi ko'rgansan bundan ham keyin. Hozirgacha ham afsuslanyapsan, to'shqa sanda o'sha paytda puling yo'q edi. Hozir ham yaxshi ko'raman. Hozir ham yaxshi ko'rasanmi? Shuni o'ylanaman. Qanday qilib ko'rgan qizim? Yaxshi ko'rgan, yuragimdan yaxshi ko'rganman. Shunchalar telbalar darajasida sevganman-da, erisha olmaganman. Qanday qilib boshqa inson bilan yashab ketishim mumkin? O'ylamayman boshqa inson bilan hayot qurib ketishni hozirgacha. Xo'p, yana bitta savol. Hozir senda pul bor, seni butun dunyo taniydi. Agar o'sha qiz hozir Sardor aka, davay birga bo'lamiz, bunaqa deb kelsa, nima ha yoki yo'q сказал? Kelgan. Kelganmi? Kelgan yo'q deganman. Так что pul uchun qanaqadir mansab uchun, qanaqadir boylik uchun meni yaxshi ko'radigan inson kerak emas. Men o'zimni yurakdan yaxshi ko'radigan inson bo'lsa, men shunaqa tushunganman-da. 2 yil gaplashgan bo'lsam, 2 yil ichida mayli sog'lom bo'lmaganman. Bir xil bolalarga o'xshab har ko'rishgan paytda qimmatbaho gullar ko'tarib bora olmaganman, yo'q qimmat restoranda mehmon qila olmaganman. Bir shunaqa yetishmovchiligim bo'lgan. Meni hayotimda hozirgi kungacha pul birinchi o'rinda emas, men insoniychilikni tanlayman. Chunki akalar, Donator akalar xafa bo'lmaysizlar. Endi bir gap aytaman. Mana bu yerda o'tirgan insonlarni har bittasini xoh kambag'al bo'lsin, xoh qanaqadir ham puli bo'lmasin, xoh imkoniyati bo'lmasin, sizlar bilan men bir xil ko'raman. Men hammani mana shu yerda bir tekis bir xil ko'raman. Bu insonlarni ham hammasini auditoriyamdagi qanaqadir ham puli bor, qanaqadir ham mansabi bor yoki qanaqadir millionlab shop urolmasa ham shu like bosayotgan insonni men hurmat qilaman.
Men insonni qadriyatini pul bilan o'lchamayman. Men shunaqa xarakterim men. Hammani bir tekis ko'raman. Xo'p, yana bitta savol. Mhm. Вот hamma yozyapti, aytyapti, hamma joyda rekomendatsiyada, reklarda videolar yuribdi. Toshqa san multikni yaxshi ko'rib qo'ygansan. Shu gap rostmi yoki rost emasmi? Yo'q, qara. U senga yoqqan simpatiyada yoqqan yoki sen reально uni yaxshi ko'rgansan. Savol qaysi o'tib ketsa bo'lmaydi. Boshqa savol o'tsa bo'lmaydi. Bo'ladi. Menda qandaydir shunday xarakter bor. Men yaxshi ko'rgan qizimni sikalmayman-da onangiz. Yaxshi ko'rsam yomonlik qilolmayman-da, tushunarsan? Meni xatoyim bo'ldi ikkinchi marta ham sikmaganim xatoyim bo'ldi onangiz. Sikishim kerak ekanda. Siksam meniki bo'lar ekan, onangizga sikim qo'limni yomon tekkizolmayman-da. Meni maqsadim boshqa bo'ladi-da. Meni xayolim men bilat yaxshi ko'r, shunaqa romantik bo'laman onangizga gandonman-da men. Sikish kerak ekan onangiz. Получается, mayli. Хорошо, получается, uni ikkinchi marta hayotimga baxt bo'ldi, yaxshi ko'rib, otam, onamgacha, yaqinlarimgacha telefon qilganman, onamga ham aytganman, ona Toshkentda ekan, brachkam oldimda ikkinchi kun. Oldida telefon qiling, gaplashing, xarakteristikasi yoqasa, agar shu qizga uylanmoqchiman, agar xo'p desangiz, mayli. Onamgacha gaplashganman. Kerak bo'lsa uylanish nuqtasigacha borganman. Allohim meni bir marta ajratdi. Sababi bunda ham ozgina qoldi. Qanaqadir bir sovg'alar, qanaqadir hurmat hashamatlar, qanaqadir tursin pul muhim ekan. Menga Xudo ko'zimni ittachiroq ochdi. Realni yurakdan sevganman. Hozirgacha ham sevaman uni. Tan olaman. Так, подожди. Hozir sen hozir в данный момент kimni sevasan? Multikdami yoki o'sha Hech kimni sevmayman. Men 3-marta yana yaxshi ko'rishsam o'lib qolaman. O'zi bir unisida 2 oy bo'lmish bo'lganman, bunisida o'zimdan o'tganini o'zim bilaman. 10 kun mashxonadan chiqmadim, 10 kun zindonda o'tirganda siqilib ketdim onasini. O'ylab uyimga yetolmadim. 40 yil qarib ketdim. 40 yoshga qarib ketdim. Kerak emas, bo'ldi, boshqa hech kimni sevmayman, tamom. To'g'ri. Sevgi yo'q. Bor. Bor, lekin vaqtinchalik. Yo'q. Abadiy. Bor, abadiy narsa. Haqiqiy sevgan, yurakdan sevgan bolalar, yurakdan sevgan qizlar bo'lsa, borligini masala biladi. Sevgi bo'lmaydi. Men ham bilmaganman bunaqa derski, bunaqa yiban, dalbayob bola qanaqadir kimnidir sevib, hayotini kimdir siz tasavvur qilolmay qoladigan. Men dalbayob bo'laman. Lekin sevib qo'ygan bu narsa.